Joyni ko'ryapsizlar, 29500 ga sizlarga baraka qoramiz. 6 sotiklik Marg'ilonda Anvar qassobning 13-ko'chasidan egalar raqamini qo'yib qo'yapmiz. Pastga bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Uyimiz oldi keng, gideta 20 metr chiqadi, asfalt bo'lgan mahalla. 13-ko'cha 10 qo'lga kirasiz. 10 qo'ldan 13-ko'chani oxirrog'ida. Oxirdan ikkitami bitta uy bir tomonda. Uyda orqasidan ariqda suv o'tgan. Bemalol suvdan foydalanasiz bo'ladi. Uyni tepasidan visokovoltli o'tgan ekan. Visokovoltli tepasidan emas, burchagidan o'tib ketgan. Nariyoqdan kelib bag'iga robot ustiga to'g'ri kelgan. Mana tomonlar bo'sh. Eng qizig'i to'r burchak. Вообще shkalat. Liboy proyektingiz tushadi. Sababi katta ish qursangiz ham tushadi, aylantirib qursangiz ham tushadi. Liboy narsa qilsangiz tushar ekan. Pastki raqamlar barakaga egalar raqamini qo'yib beryapmiz. Mana shunaqa Marg'ilonda Anvar qassobdan so'raganlar jo'natib qo'ysak, 13-ko'cha tem bo'lib, chiroyli joy, lokatsiyasi zo'r. 29500 ga maklersiz shuni egalariga chiqib savdo qilishingiz mumkin. Sizlarga telefon qilsin.